Aziz bolajonlar uchun eng foydali va vitaminlarga boy taomlar qaysilar? Bolalar uchun eng foydali vitaminlarga boy, xo'p, chaqaloqlar uchun eng zo'ri ona suti, qolgani sabzavotlarga boy ovqatlar tavsiya qilamiz. Ovqat ratsionida albatta sut mahsulotlari bo'lishi kerak. Bundan tashqari oqsil mahsulotlariga boy, chunki yosh bola hamisha o'suvchan. Yoshi katta insonlarga shart emasdir, chunki ular o'sishdan to'xtagan bo'ladi, faqat hayot uchun kunlik zarur miqdor energiya kerak. Lekin bola uchun uyda qandaydir qurish uchun tosh shag'al ketadigan bo'lsa, yosh organizm o'sishi uchun oqsil va minerallar albatta kerak. Tuxumda minerallar bor. O'zimizda O'zbekiston sharoitida qozon ovqatda qilinadigan ovqatlarimizda deyarli barcha vitaminlar bor. Sababi uning ichida go'shtimiz, kartoshka, piyozimiz, guruch mahsulotlarimiz bor. Faqat yoshga moslab qaysi ovqatni qachon bergan ma'qul. Shuni agar onalarimiz aniqlab olsa, o'zi har bitta o'zbek dasturxonidagi qozon ovqatlar bola uchun eng yetarli hisoblanadi. Fast food bolalar salomatligiga qanchalar zarar? Fast food zarar agar miqdorini aniqlagan bo'lsa, juda ham katta zararini keltirib chiqaryapti. Hozirgi kunda bolalar o'rtasida ortiqcha vaznlik juda ko'payib ketdi. Bu sababini agar surishtiradigan bo'lsak, fast food va shirin ichimliklar tufayli, gazlangan ichimliklar tufayli kelib chiqyapti. Fast food miqdorini qaraydigan bo'lsak, yuqori miqdorda yog', yuqori miqdorda glukoza, xamirlari albatta shakarli bo'ladi va undan tashqari har xil tuzlar yuqori miqdorda hisoblanadi. Buning birinchi o'rindagi zarari bolaga kerakli vitaminlar unda yetarli emas. Vitamindan orqada qoladi. Bundan tashqari o'sha ovqatlarni ta'miga, tuzlarni ta'miga o'rganib qolish natijasida boshqa ovqatlarni yegisi kelmay qoladi va ularda miqdoridagi yog', shakar ko'pligi bolada ortiqcha vaznlikni olib keladi. Bundan tashqari qon tomirida agar qandaydir o'zgarishlar kuzatiladigan bo'lsa, yurak qon tomir sistemasidagi o'zgarishlar o'zi odatda 40-45 yoshdan kuzatilsa, hozirgi kunda 15-20 yoshda ham kuzatilyapti. Barchasiga fast food va energetik ichimliklar sabab bo'lyapti. O'zi bolani majburlab ovqatlantirish to'g'rimi? Bolani nafaqat ovqatda, balki boshqa narsada ham majburlash noto'g'ri. Sababi yeb turgan ovqat agar yoqimli bo'lsa, bu shifo. Agar majburlansa, bu zaharga aylanadi, tana qabul qilmaydi. Shuning uchun majburlagandan ko'ra qandaydir o'yinlar bolani qiziqishdan kelib chiqib, qiziqtirib bergan ma'qul. Shirinliklarni qay darajada cheklash kerak? Shirinliklarning miqdorini oladigan bo'lsak, aniq bitta miqdor belgilay olmaymiz. Tabiiy shirinliklar, uy sharoitida tayyorlangan shirinliklar bo'lsa, bolaning yoshiga moslab bergan ma'qul. Undan tashqari o'zimizni yozda har xil mevalarimiz, shirindan shakar mevalarimiz bor. O'shalarning tarkibidagi tabiiy fruktozalar ma'qul. Yo bo'lmasa sabzavot soqlarni bersak yaxshi. Lekin degan joyi bor, sintetik shirinliklar, sun'iy shirinliklar, bozorda sotiladigan, magazinda sotiladigan shirinliklarni umuman bermagan ma'qul. Bolaning to'g'ri rivojlanayotganini qanday bilish mumkin? Bolaning to'g'ri rivojlanayotganini yoshga mos doir o'zgarishlar bilan bilib boramiz. Ya'ni, xo'p, bolani antropometrik o'lchovlari bor. Ya'ni bosh aylanasi, bo'y uzunligi, vazn og'irligi har bir oyda davrda bo'lgan chaqaloqlik davri bor, bog'cha davri bor, maktab davri bor. O'sha davrlarda o'ziga mos, o'ziga xos bo'y o'sish, vес o'lchovlari bor. O'shalarni o'lchaymiz. Undan tashqari nutqini tekshiramiz. Har xil o'yinlar orqali bolani to'g'ri rivojlanayotganini aniqlaymiz. Agar standartlar asosida to'g'ri rivojlanayotgani va ba'zan genetikaga ham bog'liq bo'ladi. Genetikalarga mos tushadigan bo'lsa, biz to'g'ri deymiz. Buni albatta vrach pediatrlar ko'proq tushunamiz. Vrach pediatrlar nazoratida o'lchanib baholash eng ma'qul yo'l hisoblanadi. Boshqa farzandlar, o'sha yoshdagi boshqa bolalarni solishtirish bu noto'g'ri hisoblanadi. Telefon va gadjetlar bolalarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Telefon, gadjetlar hozir global muammo bo'lib turibdi. Yosh bolalar uchun ayniqsa bu ko'p narsani cheklovi bo'lib qolib qolyapti. Ya'ni adaptatsiya telefon, gadjetlarga moslashish, hatto chaqaloqlarda ko'rsak ham har xil multfilmlar orqali faqatgina o'shanga bog'lanib qolyapti. Bular avvalambor bolani aqliy rivojlanishdan orqada qolishda olib keladi. Undan tashqari ko'z shilliq pardasiga qat'iy ziyon. Agar telefon, gadjetga o'rgangan bolalar bitta joyda o'tiradi yoki yotadi. Bunda qad-qomatni noto'g'ri shakllanishiga olib keladi va o'sha bolalarni ko'p kuzatadigan bo'lsak, agressiv bo'lib qoladi. Imkon boricha telefon, gadjetlardan bolani uzoqlashtirib, o'sha bolalarni har xil o'yinlar, uy sharoitida
e'tiborni talab qilgan bolani rivojlanishi uchun eng yaxshi chora. Bolalarda injiqlik, yig'loqlik bu qaysarlikmi, kasallikmi yoki tarbiya? Agar bolalikda chaqaloqlik davri va 1 yoshgacha bo'lgan davrda oladigan bo'lsak, bu injiqlik qaysidir patologik holat hisoblanishi mumkin. Chunki bola o'zini qayerdandir og'riyapti deya olmaydi. O'zini yig'lashi orqali namoyon qiladi. Undan keyingi davrlarda o'sish rivojlanishi to'g'ri, lekin hech qanday sababsiz injiqlik ota-onaga agressiya qiladigan bo'lsa, bu ko'p ehtimol tarbiya, ya'ni xotinning o'rtasida kelishmovchiliklar bolaga ta'sir qilgan bo'ladi. Uni psixolog va pediatr o'rtasida ko'riladigan holat hisoblanadi. Bolalarni qaysi yoshda bog'chaga berishsa maqsadga muvofiq bo'ladi? Maqsadga muvofiq deb hisoblaydigan bo'lsak, 3 yoshdan boshlagan ma'qul. Chunki 3 yoshgacha bola o'zi jamiyatga qo'shilishni o'rgangan bo'ladi. Bundan tashqari kerakli ozuqalar o'sish rivojlanishda endi boshlagan, immunitet shakllangan hisoblanadi. Shuning uchun umumiy ommaga qo'shish deyarli 3 yoshdan olinsa to'g'ri hisoblanadi. Emlashga ha deysizmi yoki yo'q? Ha. Sabab emlash bu xavfli kasalliklarni oldini olish uchun qilinadi. Ya'ni o'sha kasallikning eng past miqdordagi dozasini tanaga jo'natiladi va tana o'shani yengadi va immunitet umrbodga hosil bo'ladi. Agar bu pripkalarda olmaydigan insonlarni kuzatadigan bo'lsa, o'sha kasallik bilan og'ir o'tadi. Bu davlatga kelajakda yetuk kadr, yetuk o'zini fuqarosini himoya qilish uchun O'zbekiston sharoitida pripka emlashlar tekin o'tkaziladi. Bu har bir o'sha yosh organizmni kelajakdagi foydasini o'ylab qilinadi. Bolani qattiq yo'rgak qilish kerakmi? Qattiq yo'rgak qilish yo'q, kerak emas. Ayniqsa beshikda baylab qo'yilganda qattiq yo'rgak qilib qo'yishadi. Agar qo'llarini qo'shib qattiq yo'rgak qilinadigan bo'lsa, chaqaloqlik davrida ba'zi bir reflekslarimiz bor. Bola o'zini o'zi uyg'otadigan reflekslar bor. Bu reflekslarda shakllanmasligiga bolada xavfli holatlarni, hatto ba'zan kuzatamiz, o'limga ham olib kelganlarni ko'ramiz. Qanday oddiy odat bola salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Sayr qilish. Ya'ni kun davomida, yillar davomida har kuni sayr qilgizilgan bola bu birinchi o'rinda toza havoda nafas oladi, ikkinchi o'rinda quyoshning ultrabinafsha nurlari teriga tushib har D vitaminini hosil qiladi va bu suyaklanishni shakllanishiga katta yordam beradi. Shuning uchun sayr qilish hamisha sog'lom bolani rivojlanishiga olib keladi. Bizlarni ekran qarshisida kuzatib turgan aziz teletomoshabinlarimizdan kelgan savollar bor. Shulardan sizga javob olsak. Qo'qon shahridan 26 yoshli Muslimaxondan savol. Mening o'g'lim 2 yoshga to'ldi, ammo faqat kabob yeydi. Boshqa ovqatlarni umuman yeyishni xohlamaydi. Shifokorga olib bordik, ular vitamini kam deya vitaminlar yozishdi. Ammo ularni ichqizsam ham ovqat yemayapti. Nima qilsam bo'ladi debdilar? Ajoyib savol berishibdi. Ya'ni ba'zida xalq tilida shirin tomoq deyishadi. Ma'lum bir ovqatlardan bola bosh tortmaydi, kerakli yoki ko'p miqdorda ham yeydi, lekin qolgan ovqatlardan bosh tortadi. Bu holatda bolani mazali, ya'ni o'sha konservagen moddalar va ko'cha ovqatlariga o'rgatib qo'yish deyiladi. Yo'li bor. Biz qozon ovqatlarimizdan har kuni ertalab farzandiga oz miqdorda tayyorlab beriladi. Bu bola e'tiroz bildirmaydigan, ya'ni balkim bir qoshiq bo'lar. Bir qoshiq miqdorda bo'lsa ham boshlanadi. Ertangi kuni ertalab yana xuddi o'sha vaqtda yana bir qoshiq qo'shib boriladi. Bola e'tiroz etmaguncha. Har bu narsa davomiy agar tashkil qilinadigan bo'lsa, bolangizda ma'lum bir vaqtda oshqozon va ichaklarda kerakli moddalar o'zi ajraladi va bunda o'zini bolaga ochlik hissini beradi. Va ochlik hissi paydo bo'lgan bola har qanday ovqat yeydi. Bu sizni o'sha kabob berib yoki qanaqadir ovqatlarga o'rgatib qo'yganligingiz bu onalarni ovqatlantirishda, dastlab boshlashda yo'l qo'ygan xatoligi hisoblanadi. Bolada hech qanday vitaminga hojati yo'q. Ma'lum bir vaqt davomida oz miqdorda hamisha qo'shib boring ovqatni, bir oy davomidan keyin bola o'zi avtomatik istalgan ovqatni yeydigan bo'ladi. Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 22 yoshli Malikaxondan savol. Yosh onaman. Chaqalog'imni qancha issiq kiyintirsam ham baribir shamollab qolyapti. Nima maslahat berasiz demoqdalar? Bolani qancha qalin kiyintirsam shuncha sog'lom bo'ladi, ya'ni sovqotmaydi deydi. Yo'q, agar siz qancha qalin kiyintirsangiz, bola terilashi shunchalik ko'payadi. Ayniqsa sintetik hozir kiyimlar ko'payib ketgan. Havo o'tkazmaydigan kiyimlarni qalin qilib kiydirganingizda bolada terilash holati kuzatiladi.
ko'p terlagan bola kiyimlari ho'l bo'ladi va teri qaytadan shamollaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun havo o'tkazadigan issiq materiallardan foydalanganingiz ma'qul. Uchko'prikdan savol. Yoshim 21 da, ismim Shahloxon. Hozir farzandim 8 oylik bo'ldi, faqat tebratsam keyin uxlaydi. To'xtatsam uyg'onadi yoki uni o'zim o'rgatib qo'ydimmikan demoqdalar. 8 oylik bola uchun bu holat ba'zan normal hisoblanadi, lekin oldindan bir narsa deyish qiyin. Albatta buni vrach ko'rish kerak. Agar unda qanaqadir patologik holat aniqlanmasa, keyingina sizga bu o'z o'rgatib qo'ydi deyishingiz mumkin. Buni pediatr va nervpatolog konsultatsiyasidan o'tganingiz ma'qul. Ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz va foydali bo'lgan maslahatlaringiz uchun sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mana shunday ko'rsatuvni yo'lga qo'yganingiz uchun bu onalar uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Bugun bolalar salomatligi borasida juda muhim ma'lumotlarga ega bo'ldik. Asosiysi bolalarimizni asrash va ularga mehr e'tiborli bo'lishimizdir. Yana qaysi kasalliklar bo'yicha mutaxassisdan maslahat olishni xohlagan bo'lardingiz? Bu haqda ekranda ko'ringan Telegram manziliga xabar yuborishingiz mumkin. Sog'lom bo'ling va biz bilan tez yordam oling. Sizlar bilan har galgidek Umida Karimova bo'ldi.